Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi suhbatimizga xush kelibsizlar. Rivoyat qilishlaricha, go'zal bir yurtning har bir qarich yeridan sokinlik taraladigan joyda Utbatul G'ulom ismli bir kishi fisq va fujur ahlidan edi. Buzg'unchilikda va sharobxo'rlikda unga yetadigan yo'q edi. Ana shu fasodchi va mayxo'r odam bir kun Hasan Basriy hazratlarining davrasiga kirib qolibdi. Hasan Basriy izdihom ahliga Hadid surasini o'qib, tafsir qilib berayotgan edilar. Oyatni mazmunini o'qiyotgan onlarida u kishi keldi. Oyatni o'qiganlaridan so'ng chiroyli suhbat qildilar. Shunday suhbatki, butun jamoatni yig'latdilar. Shu orada yoshgina bir yigit o'rnidan turdi va Hasan Basriyga xitoban shunday dedi: Ey mo'minlarning eng go'zal axloqlisi, Alloh mendan fisq va fujur sohibi, gunohkorning tavbasini ham qabul qiladimi? Shunda Hazrat Hasan Basriy: Ha azomatim, agar boshqa bunday qilmaslik sharti bilan yomon fe'l atvorlaringni tark etsang va Allohdan afv tilasang, seni ham kechiradi. Yigit bu so'zlarni eshitganda rangi o'chib, bir oh tortdi-yu hushidan ketdi. O'ziga kelganda Hasan Basriy unga yaqinlashdilar-da, bu baytni o'qidilar. Ey Allohga qarshi yigit, osiy sang'i, gunohkorning jazosi ne bilasanmi? Osiylarning joyi saqar, yonar o'zi. Shiddatli o't ichra pishar go'zal yuzi. Mayli o'tda yonay desang, haqni unut, yo o'zingni gunohlardan uzoqda tut. Bu baytni eshitib, Utbatul G'ulom ham bir oh ko'tarib, hushidan yana ketdi. Hushiga kelganida Hasan Basriyga yuzlanib, ey ustoz dedi. Marhamati keng bo'lgan Alloh menday gunohkorning tavbasini ham qabul qiladimi deb so'radi. O'ziga jafo qila olgan bandaning tavbasini karamli Allohdan boshqa kim ham qabul eta oladi deb javob berdilar Hasan Basriy. Shundan keyin Utbatul G'ulom boshini ko'tarib Allohga go'zal bir 3 xil duo o'qib yubordi. Yolvorib yubordi. Birinchisidan: Allohim, tavbamni qabul qil, gunohlarimni afv et, menga tushunishni va o'rganishni hamda o'rganganlarimni muhofaza eta olish qobiliyatini berki, o'zlashtirganlarimni va uning ilmiy asoslarini aqlimda tutay. Ikkinchi go'zal duo: Allohim, menga shunday bir go'zal ovoz berki, mening Qur'on o'qishimni eshitgan har kimsaning qalbi qayg'uga cho'mgan bo'lsa ham qalbida mehr ortsin. Allohim, menga halol rizq nasib et va o'zim kutmagan joydan rizqlantir deb 3-chi duoni aytadi. Allohga dildan qilingan bu duolarning natijasi o'laroq yigitning tushunish qobiliyati va zakosi ortdi. O'rgangan ilmiy asoslarini hech unutmaydigan bo'ldi. Uning Qur'on o'qishini eshitgan har kishi tavba qilar, yomon fe'llaridan voz kechar edi. Har kuni uyiga bir kosa sho'rva bilan 2 kilo chira kelardi. Bular qayerdan va kim tomonidan yuborilganini hech kim bilmas edi. Bu hol to uning o'limiga qadar davom etdi. Yolg'iz Alloh uchun yomon fe'llardan yuz kechib, ilohiy axloq asoslariga rioya qilganlarning hayoti mana shunday bo'ladi aziz do'stlar. Yo'llaringiz ochiq, doim Yaratganning panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.